5 fevral inqilobiddagi Xudiyar yuzi to'qinishi 1998 yili 4 ayning 19 kuni kechasi G'o'lji nahiya Xudiyar yuzi yezisida nihoyatda bo'ron-chapqunliq, shevirg'anliq bir kecha bo'lgan edi. Bu kuni 5 fevral G'o'lji inqilobi mezgilida G'o'ljida yuz bergan Uyg'ur partizan yigitlari bilan Xitoy qurolli kuchlar o'rtasida bo'lib o'tgan eng cho'ng qurolli to'qinishlarning biri bo'lgan Xudiyar yuzi to'qinishi yuz bergan edi. 19 aprel qurolli to'qinishi G'o'lji nahiya Xudiyar yuzi yezisi Shangyu kentidagi partizan Tiyip Seyitning qorasida yuz bergan edi. 19 aprel qurolli to'qinishi 5 fevral G'o'lji inqilobiga tamg'asini urgan G'o'ljidagi 5 cho'ng to'qinish, ya'ni İli daryo qurolli to'qinishi, Arambaq ko'kdat bozor to'qinishi, Xanbing yesi Xumdan to'qinishi, 26 iyun 3-10 yesi To'quvchi yuzi to'qinishi qatorliq to'qinishlarning biri bo'lib hisoblanadi. 19 aprel qurolli to'qinishda 24 yoshli Uyg'ur yigiti Shahid Hammat Memtimin tarafidan etib o'ldirilgan Xitoyning alohida tarbiyalangan saqchisi, İli viloyatlik zo'ravon terrorlikning oldini olish atirtining qo'mondoni Longfining shu kungi to'qinish qatnashgan ko'p bo'lganda 7-8 Uyg'ur partizan yigitlar tarafidan o'q tutilib o'tma to'shib bo'lib ketgan o'q o'tmas jilitkisi 19 aprel kechasi nimalarning bo'lib o'tganligini so'zlaydigan haqiqat. 5 fevral G'o'lji inqilobi yuz bergan 20 yildan ortiq vaqtdan buyon Xitoy taraf bu qurolli to'qinishlar haqida, bo'libmi Xudiyar yuzi to'qinishi haqida hech qanday uchurni oshkorlamay kelgan edi. Ammo Xitoy terrorizmga qarshi kurash va jazo lagerlari masalasida o'zini oqlab, dunyoga o'zini qandaqdir terrorizmning qurboni bo'layotgandek ko'rsatish maqsadida bundan 2 yil burun tarqatgan terrorizmga qarshi kurash nomli hujjatli filmida Xudiyar yuzi to'qinishi haqida to'xtalib o'tdi. Bundan boshqa Xitoy taraf 2021 yili 8 ayning 24 kuni Tangirtaq to'rida 19 aprel Xudiyar yuzi to'qinishida qahramon Shahid Hammat Memtimin tarafidan etib tashlangan alohida tarbiyalangan Xitoy qurolli saqchisi Longfi haqida bir parcha maqola e'lon qilgan. Maqolada Xitoy taraf 19 aprel qurolli to'qinishga qatnashgan Uyg'ur partizan yigitlaridan Hammat Memtimin, Tursun Salay, Hamid Muhammad, Seyit Teyip, Qosim Maqbir, İlyas Zordon qatorliqlar haqida hech qanday ma'lumot bermagan bo'lib, xabarda asosligi hozir Abdunum rayonlik saqchi muzeyida saqlanayotgan, ayni chaqda ya'ni 19 aprel Xudiyar yuzi to'qinishida Xitoy alohida tarbiyalangan qurolli saqchisi Longfi kelgan o'q o'tmas jilatkining o'tma to'shib bo'lib ketganligini tilga oladi. Ammo jilatkining rasmini ko'rsatmaydi. Xitoy oshkorlagan bu uchurlar orqali 1998 yili 4 ayning 19 kuni kechadan 20 aprel sahargacha davomlashgan 19 aprel Xudiyar yuzi to'qinishining qanchalik darajada keskin ilib berilgan bir to'qinish ekanligini bilib olgan bo'ladi. Shu kungi to'qinishda yana Xitoyning alohida tarbiyalangan qurolli saqchisi Wang Xinlimi qo'saq qismiga o'q tegib, og'ir yaralandi va Xitoy tarafining jiddiy qutqizishi bilan sog' qoladi. Uyg'ur partizan yigitlaridan Hammat Memtimin bilan Tiyip Seyit shahid bo'ldi. Qurolli to'qinishayotgan ikki tarafning biri dunyo bo'yicha harbiy kuch jihatda ikkinchi o'rinda turadigan va davomli holda dunyo birinchiligini talash uchun harbiy kuchga uzluksiz mablag' solayotgan Xitoy armiyasi. Qatma-qat qo'rshav va muhosiraga ilingan İli viloyatiga qarashli 5 nahiya bir shahar. Her yerda tamg'a chaplangan bu to'qinish qatnashgan Uyg'ur partizan yigitlari haqida tutish buyruqlari tishtirnig'i qurollangan va har vaqt yordamga kelish uchun hozirlanib turgan Xitoy qurolli saqchi va armiya qo'shini. Yana bir taraf bo'lsa, Xudiyar yuzi yezisi Shangyu kentidagi dehqon yigiti Tiyip Seyitning uyiga qapsilib qolgan eng ko'p bo'lganda 7-8 nafar Uyg'ur partizan yigitlari. G'o'lji shahar sarosimiga tushgan. Xitoy saqchi mashinalarining chiyqirgan ovozi har yerni bir olgan. To'qinish jarayonida Xitoy qurolli kuchlar tarafidan qo'rshav qilingan qo'rg'u ichida tak sahar tong yorg'an qadar biri o'q o'tmas pinjiklari o'tma to'shib bo'lib ketgan. Oxirida mingsiga o'q yeb o'lgan Xitoy alohida qurolli saqchisi Longfining jasadi. Yana biri Wang Xinli ismli Xitoy qurolli saqchi amaldorining qonsirgan badani so'zilib yotadi. Ammo Xitoy qurolli kuchlari bu jasad va yaradorni qo'rg'u ichiga kirib ilib chiqishga jur'at qila olmaydi. Hamda shu yezidagi Uyg'ur dehqonlarini ishga soladi. Naq maydonda bir yoqdan Xitoy qurolli kuchlarga o'q yog'dirib, yana bir yoqdan Xitoy muhosirasini bo'sib chiqib ketish uchun qo'rg'uning orqa temiga qarab ilgarilayotgan Hammat Memtimin bilan Tiyip Seyitga o'q tegdi. Muhosirni bo'sib chiqib ketgan Uyg'ur partizanlaridan Tursun Salay, Hamid Muhammad, Qosim Maqbir, İlyas Zordon, Memtimin Abduqodir qatorliqlar shuncha qattiq qurolli muhosira ichidan qutulib ko'zdan g'oyib bo'ldi.
Xitoylar ularning osmonga chiqib ketgandekla g'oyib bo'lganligiga qarab, hang-tang bo'lganicha nima qilishini bilolmay qolgan. 1991 yil G'uljining jumladan Ili viloyatining muqimligini qo'g'dash uchun mana shu Longfidek alayda tarbiyalangan soqchilar lozim degan maqsadda Sichuan o'lkasidan alayda o'tkab kelgan Xitoy taraf intayin faxrlanadigan Xitoy harbiy kuchining namoyandasi Longfi Xitoy taraf har vaqt mensitmagan holda bir uchum o'qimagan qarqo'saq to'planchilar deb masxir qilayotgan yigitlar tarafidan etib o'ldirildi. Hamda uning AK-47 nomli avtomati Uyg'ur partizanlar tarafidan o'ldirildi. Hozir atalmış avtonom rayonluq saqchi muzeyida ko'rgazma qilinayotgan, ammo bu to'qinish yuz berib, 23 yilgacha Xitoy taraf yo'shirib kelgan Xitoy saqchisi Longfining o'tin to'shib bo'lib ketgan o'qit masjidida Uyg'ur partizan yigitlari o'q bilan tutgan bir ma'no bor. U bo'lsa-mu, sen Xitoylar Uyg'ur xalqini hargiz bo'zaq qila olmaysan degan haqiqat. Undaqda Xo'roz sirtidagi vaziyat qanday edi? Xudiyar yuzisidagi dehqonlar orasida ig'izdan ig'izga targ'ilib yurgan bir hikoya bor. Bu hikoyaga asoslanganda Xo'roz sirtidagi harbiy mashinalar ichidagi askarlar qo'mondoni Longfi bilan Wang Xinliga o'q tekkandan keyin mashina ichida dumit evilishgan. Xitoy alayda qurolliq saqchisi Longfi kim? Ili viloyatlik zo'ravonlikning oldini olish alayda tirtining alayda qurolliq saqchisi Longfi 1969 yili Xitoyning Sichuan o'lkasi Xanyan noyisida tug'ilgan. 1989 yili 3-oyda Xitoy davlatlik xalq qurolliq qismi qatnashgan. 1991 yili Xitoy Kommunist partiyasiga kirgan va shu yili Xitoy markaziy hukumati tarafidan Ili viloyatining muqimligini qo'g'duvchi maxsus qurolliq saqchi sifatida vazifa va amal bilan G'ulji shahriga o'tkab kelingan. Uning mamlakat darajalik margan, darajadan o'yishchik mullaq etib kirish mahiri, dushmanni qo'g'lab tutish, bomba portlatish qatorliq jihatlarda alohida ustunlik ega. 5 kilometrlik o'tgan va 400 metrlik to'saqdan o'tish mahiri, binoga yamishib chiqish mahiri deganga o'xshash namadaqlari bor. Ammo u mana shundaq ustunliklarga qaramay, u o'ziga to'limi yot bo'lgan kichikgina xilvat Xudiyar yuzisidagi Uyg'ur partizan yigitlar bilan bo'lgan tunji to'qinishda qatma-qat o'qitmas kiyim kiyib, eng ilg'or avtomatlarni asqini qaramay, bak o'ng'ay chindan ayrilib qolgan. Demak, bu jarayon Uyg'urlarga, jumladan Xitoy hokimiyatiga, shundaqla dunyo xalqiga nurg'un ishlardan derak berdi. 5 fevral G'ulji inqilobi jarayonida yuz bergan Uyg'ur partizan yigitlarini Xitoy qurolliq kuchlari bilan bo'lgan qurolliq to'qinishlar haqidagi uchurlarni hozirga qadar intayin maxfiy tutib kelgan Xitoy hukumati Sharq Turkistonda jazo lagerlari qurilib, dunyo davlatlari va xalqlarining diqqati Sharq Turkistonga markazlashgan bir paytda tuyuqsiz bu qurolliq to'qinishlar haqidagi ma'lumotlarni oshkorlashga boshladi. Xitoy axborot vositalari 19 aprel Xudiyar yuzi qurolliq to'qinish haqida maxsus film ishlab, o'zlarini terrorizmning qurboni sifatida ko'rsatish uchun uni inglizcha, xitoycha ikki tilda qilib, dunyoga keng tashviq qilishga boshlagan. Xitoy ishlagan hujjat film oshkorlagandek 1998 yili 4-oyning 6-kuni Qo'rg'os chegarasi orqali Qozog'istonning Olmutadan bir cho'ng KAMAZ yuk mashinasida yung ichiga yo'shirib kirgizilgan qurol-yarog' fosh bo'lib qoldi. Aslida bu qurol-yaroqlarni topshirilish uchun Hamad Mamtimin, Tursun Salay, Hamid Muhammad, İlyas Zordun, Qasim Maqbir, Zulfiqar Muhammad qatorliq Uyg'ur partizan yigitlari Qo'rg'os eg'iziga chiqqan bo'lib, o'yilmagan yerdan bu qurol-yaroq fosh bo'lib qolgandan keyin ular mashina bilan orqasiga burilib G'uljiga qaytdi. Xitoy doiralari shu kuni bu yigitlarga jiddiy holatda tutish buyrug'i chiqarib, G'ulji shahri va Ili viloyati qarashliq 8 nahiyaning hamma bo'lim-pushqoqlariga chaplaydi. Qo'rg'os eg'izidan jiddiy qochgan Hamad Mamtimin va uning sabdoshlari darhol Xudiyar yuziga kelib, bu izriki Teyip Seyitning qo'rg'osiga yo'shirildi. Xitoy tarqatgan hujjatli filmda Xudiyar yuzi qurolliq to'qinishga qatnashgan Ili viloyatlik zo'ravonlikning oldini olish atritining muntazam tarbiyalangan alayda saqchisi Wang Xinli, Saulong va Abdurahmon Fayzlarning 19 aprel qurolliq to'qinish haqidagi ba'zi e'tiroflari yer oldi. Garchi biz Uyg'ur partizanlari haqidagi uchurlar yoshirilgan bo'lsa-mu, Xitoy qurolliq kuchlarining og'zidan chiqqan e'tiroflardan 1998 yili 19 aprel yarim kechadan 20 aprel sahargacha davomlashgan bu qurolliq to'qinishning intayin keskin ilib berilganligini bilib olamiz. Xitoy doiralarining e'tiroflaridan Uyg'ur partizan yigitlaridan Hamad Mamtimin, Tursun Salay, Hamid Muhammad, Qasim Maqbir, İlyas Zordun, Mamtimin Abduqodir qatorliqlar yo'shingan qo'rovning shimol, janub va g'arb taraflaridan Longfi, Saulong va Wang Xinli qatorliqlarning askarlari tarafidan qo'rshovga ilinganligini, qurolliq to'qinish jarayonida Xitoy qurolliq kuchlari tarafda turib, Uyg'ur partizan yigitlari qarshi hujum o'tganlar ichida
Abdurahman Feyzi ismli bir Uyg'ur qurolli saqchining borlig'ini bilib olamiz. Biz yana Xitoy qurolli saqchisi Wang Xinlining reallikdagi to'qinishlar hargizmi kino filmlariga o'xshamaydi degan o'xshanishlardan bu qurolli to'qinishning Xitoy tarafini qanchalik sarosimaga solganligini va qanchalik keskin bir to'qinish bo'lganligini bilib olamiz. Hujjatli filmda Xitoy doiralari yana Uyg'ur partizan jangchilarining intayin moslashgan holda qurolli qarshilik o'tganligini, ularning o'zaro moslashib, biri o'ngdan, biri so'ldan o'q chiqarganligini e'tirof qildi. Abdurahman Feyzi 19 aprel Xudiyar yuzi to'qinishini tasvirlab mundaq deydi. Uyning eshigi qattiq ochilib, uy ichidagi terrorchilar o'q yog'dirgancha qo'roq etilib chiqdi. Shu chaqda Longfeyga o'q tegib yerda yotganligini ko'rdik. Ondan biz yana Longfeyning avtomatining yo'qtirganligini ko'rdik. Hujjatli filmda yana 19 aprel qurolli to'qinishga qatnashgan Xitoy qurolli saqchisi Saulong qo'rshavga ilingan qo'roning ichida ikki cho'ng chiroqning yenib turganligini, tuyuqsiz bir chiroqning uy ichidagi partizanlar tarafidan etib o'chirilganligini bayon qildi. Demak, Uyg'ur partizan yigitlari o'zlarining qo'rshavga ilinganligini sezgandan keyin darhol va qilch ishkinlanmay Xitoy qurolli kuchlari bilan yuz turan to'qinish yo'lini tanlagan. Bu yerda shuni alohida ta'kidlashga to'g'ri keladiki, Xitoy davlat armiyasi alohida tarbiyalagan Longfeyning ilg'or tipdagi avtomatini o'lja olgan Tursun Salay qatorliq partizanlar toki 1998 yili 26 iyun 3:10 to'qinishiga qadar biror Xitoy fuqarosini zaxmlantirmaydi. Balki mardlarcha Xitoy qurolli askarlari bilan bo'lgan yana bir jang maydonini saqlaydi. 19 aprel Xudiyar yuzi qurolli to'qinishi Uyg'ur hozirgi zamon tarixidagi faxrlik va sharafli bir to'qinish. Uyg'ur yigitlari Xitoyning yoqasidan chin qamollab turib, "Men bu zaminning egisi. Sen bilan bu zaminda mangu birga yashay olmayman. Sen Uyg'urlarni mangu bo'zaq qila olmaysan. Qur'onning qanchalik ilg'or bo'lsin, jang maydonida yanala Uyg'urlar oldida taslimsan. Qo'lingdagi Qur'oning bilan ko'ranglab ketma. Shundoq bir kun keladiki, qanchilg'an Hammad, qanchilg'an Tursun Salaylar yetishib chiqib, sening qanchilg'an Longfeylaringni tir-piran qiladi" degan tamg'ini Xitoy alohida ofitseri Longfeyning o'q o'tmas jildiga kashlab qo'ygan bir to'qinish edi.